Hozir qiziq voqea bo'ldi. Ko'rsatuvga kelyapman. Endi kiyinib chiqib ketsam, sovchilar kelib qolishdi uyimga. Sovchilar bilan biroz suhbatlashib qoldim. Birinchi kuyov bilan birga kelinglar deyman. Kuyovdan so'rayman, "Xo'p, kuyov bo'luvchi, menga ayting, nikoh nima, xotin kim?" Javob yo'q. Qaynana qarib qolganman. Bitta xizmatchi kerak, osh qilishga odam kerak edi, xizmatchi chaqiradi. Birinchi kelin qilishda, to'y qilishda xatoyimiz mana shundan boshlanadi. Biz uyga yordamchi xizmatkor olishdan boshlaymiz to'yni. Endi san'atkorlar haqida gap ketdi. Haqiqatan san'atkorlarda juda ham gap ko'p. Lekin o'zimiz evlasak, o'zimiz fidokorlik ko'rsatsak qo'limizdan keladi. Misol uchun, mana Anvar qol akam o'zlari bilanlar juda ham sodda kamtar to'y qildim. O'g'limni uyladim, ikkita san'atkor keldi. U ham hurmat qilgan, chaqirmadi. Ana, sizdek odam chaqirsangiz chaqirsam bo'lardi. Misol uchun, ertalab soat 7 dan 12 gacha osh bersam bo'ladi. Yo'q, kichkina bitta davrada osh qilib, shu xalqqa yuziga oyoq qo'ymaslik uchun shu harakatni qildim. Atrofimdagi hamma qo'llab-quvvatladi. Keyin yana bir narsa, borgan sari haqiqatan hadimizdan oshib ketyapmiz. Yaqinda bir to'yda bo'ldim. To'yda ko'pchilik xabari bo'lmasa kerak, lekin guvohlarim bor, to'y bo'lgan to'y. Lekin yaqinda eshitsam shu to'y buzilibdi. Kuyov tomon, kelin tomondan kelgan ayollarga bittadan tilla ujik tarqatdi. Yo'q-a? Patnisda olib yurib ujik tarqatishdi. Agar bu ham urfga kirsa, yana bitta balo bo'ladi. To'ylarda ko'cha-ko'yda o'zimiz ko'rib qolamiz, Xudoy aka, qator avtomobillar yo'l bermasdan video operator nimadan oynadan osilib suratga olib ketyapti. U yiqilib tushsa, yondagi bosib ketsa nima bo'ladi? Bunaqa holatlar juda ko'p bo'lyapti. Endi mening taklifim bor. Birinchi taklifim Xudoy aka, to'y qilayotgan odam mahalla qo'mitasi bilan nafaqat maslahat olish kerak, balki ularning tavsiyalariga amal qilish kerak. Qat'iy qaror bilan mahalla qo'mitalariga agar mana shu to'yni mana shu chegaradan o'tsa to'y bo'lmaydi degan vakolatni berish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mana sizda shunaqa vakolat bo'lishi kerak. Misol uchun yaqinda yana bitta tanishimiz qaytib keldi. Sababi qaynanasi onang aytganini qilmadi. Sani olib kelgan pardangni dizayni uyimni dizayniga to'g'ri kelmadi qayda. Insonni pardadan past qo'yish bu yo'q. Parda qimmat bo'larmikin? Qizni otasi yo'q. Onasi bitta